Korintiklarga yozilgan birinchi xat, birinchi bob. Xudoning irodasi bilan Ayşo Masihning elchisi bo'lishga chaqirilgan menki Pavlustin va men orqali qarindishimiz Sostenistin Korint shahridagi Xudoga mansub bo'lgan e'tiqodchilar jamoatchiligiga salom. Ayşo Masihga ibodat qilayotgan har qaysi joydagi kishilarga o'xshash sizlarmi bizning va ularning Rabbi bo'lgan Ayşo Masih orqali Xudo tarafidan pok qilinib, Xudoning muqaddas xalqi bo'lishga chaqirildinglar. Xudo otimiz va Rabbimiz Ayşo Masih sizlarga mehr shafqat va omonlik ato qilg'ay. Sizlar Ayşo Masihga mansub bo'lganinglar uchun Xudo sizlarga mehr shafqat ato qildi. Shu sababdan men sizlar uchun doim Xudoga shukr aytaman. Chunki sizlar Ayşo Masihga mansub bo'lganinglar uchun Xudo sizlarga ko'p iltifot ko'rsatib, sizlarni o'zi haqida mo'l bilimga va bu bilimni boshqalarga yetkazadigan so'z qobiliyatiga ega qildi. Bu men sizlarga yetkazgan Ayşo Masih to'g'risidagi xush xabarning haqiqiy ekanligini isbotlaydi. Sizlar Rabbimiz Ayşo Masihning qaytib kelishini intizorlik bilan kutayotgan mush kunlarda muqaddas ruh ato qilgan hech qanday hadiyadan kam qolmadinglar. Sizlarning Ayşo Masih qaytib kelgan kunda ayibsiz bo'lishinglar uchun Xudo e'tiqodinglarni ta oxirigacha mustahkamlaydi. Sizlarni o'g'li, ya'ni Rabbimiz Ayşo Masih bilan zich bog'lashga chaqirgan Xudo cho'qim shunday qiladi. Chunki u ishonchlidir. Qarindoshlar, Rabbimiz Ayşo Masihning nomi bilan hammanglarni intifoqlashishga, bo'linmaslikka, bir niyat, bir maqsadda bilishishga undayman. Qarindoshlarim, Chloe'ning oilasidan anglashimcha, e'tiqodchilar jamoatchiliginglarda talash tatishlar bor ekan. Demakchi bo'g'nim, anglasam, ba'zilaringlar men Pavlus tarafdori, ba'zilaringlar men Apollos tarafdori, ba'zilaringlar bo'lsa men Petrus tarafdori, ya'ni ba'zilaringlar men Ayşo Masih tarafdori deb yuribsizlar. Ajabo, Ayşo Masihni parchalash mumkinmi? Sizlar uchun kristga muhlangan odam menmidim? Sizlar mening nomim bilan cho'mildirganmidinglar? Men oranglardan Krispus bilan Gaiusdan boshqa hech qaysinglarni cho'mildirmaganligim uchun Xudoga shukr aytaman. Shuning uchun hech kim Pavlusning nomi bilan cho'mildirildim deyolmaydi. Durust. Yana Istipanasning oilasigalarni cho'mildirdim. Bulardan boshqalarni cho'mildirmaganligimni eslolmayman. Ayşo Masih meni kishilarni cho'mildirishga emas, balki xush xabarni yetkazishga avatdi. Men bu vazifani o'rinlashda notiqlik qilib, inson tarafidan dono sanalgan so'zlarni ishlatmadim. Agar men bundaq so'zlarni ishlatsam, Ayşo Masihning kristga qurbonligi to'g'risidagi xush xabarning kuch-qudrati yo'qolib ketgan bo'ladi. Ayşo Masihning kristga qurbonligi to'g'risidagi bu xush xabar mangulik o'limga yuz tutganlarga nisbatan bir ahmoqonalikdir. Lekin qutqizilish yo'lida mengayotgan bizlar uchun u Xudoning bizni qutqizadigan kuch qudratidir. Muqaddas yozmalarda mundaq yozilgan: o'zlarini donishmand sanaydiganlarning donoligini yo'q chiqiraman.
o'zlarini aqlliq chog'laydiganlarning aqlini bekor qilaman. Undaqda qani u inson tarafidan dono sanalganlar. Qani u o'zini aqlliq sanaydigan o'limalar. Qani u bu zamondagi faylasuflar. Xudo bu dunyodagi donolikning amaliyotda ahmoqonlik ekanligini ko'rsatmagan emasmi? Chunki Xudo o'zining donoligi bilan shuni belgilaganki, insonlar o'z aql farosatiga toyinib, hargiz Xudoni tanıyolmaydi. Xudoning irodasi bo'lsa, ahmoqonlik deb qaralgan bu xush xabar orqaliqla o'ziga e'tiqod qilganlarni qutqizishdir. Yahudiylar bu xush xabarning rostligining mo'jizalar orqali isbotlanishini talab qiladi. Greklar bo'lsa, bu dunyodagi donolikni qo'g'lashqashqa bu xush xabar ularni jalb qilolmaydi. Shundaqdimi, biz yetkazayotgan xush xabar yanıla İsa Mesih'nin Krist'e mıhlanıp kurban bo'lishdan iboratdir. Yahudilar uni haqorat deb qarsa, Greklar uni ahmoqonlik deb qaraydi. Halbuki mayli Yahudi yoki Yahudi emaslar bo'lsin, Xudo tarafidan chaqirganlarning hammasi İsa Mesih'nin Krist'e mıhlanıp ölüşini Xudoning kuch qudrati ve danoligi deb biladi. Chunki Xudoning bu danoligini insonlar nodonlik deb hisoblagan bo'lsa-mu, bu nodonlik ularning danoligidan ustun. Xudoning bu kuch qudratini insonlar ojiz deb hisoblagan bo'lsa-mu, bu ojizlik ularning kuch qudratidan kuchlikdir. Qarindoshlar, Xudo tarafidan chaqirgan vaqtdagi ahvolinglarni eslab ko'ringlar. Ko'pchiliklar bu dunyoning o'lchimi bo'yicha qaraganda aqllar, kuchliklar yoki oqso'ngaklardan emas edinglar. Lekin Xudo bu dunyoning o'lchimi bo'yicha aql sanalganlarni hijolatchilikda qoldirish uchun insonlarning ichidagi nodon hisoblanganlarni tanladi. Bu dunyoning o'lchimi bo'yicha kuchlik sanalganlarni hijolatchilikda qoldirish uchun Xudo insonlar ojizlab qarg'anlarni tanladi. Xudo bu dunyoda muhim deb qaralgan ishlarning o'zining nazarida hech narsa emasligini ko'rsatish uchun ahamiyatsiz, qadrsiz deb qaralgan va ko'zga ilinmaydigan ishlarni tanladi. Buningdagi maqsad Xudoning oldida hech qanday odamning men tanlashga arziyman deb maqtan olmasligidir. Sizlar Xudoning irodasi bo'yicha İsa Mesihga mansub bo'ldinglar. Xudo uni bizning donoligimizning manbasi qildi. Biz İsa Mesih orqali Xudo oldida haqqoniy odam deb jakarlandik. U bizni pok qilib, gunohning qulligidan ozod qildi. Shuning uchun muqaddas yozmalarda maqtanganlar Rabbimiz bilan maqtansin deb yozilgan.